Tadbir avvalida mutasaddilar mahkumalarni 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bayrami bilan tabriklab, tadbirni ochib berdi. Uchrashuv davomida muassasada jazo muddatini o'tayotgan 140 nafar yosh mahkumalar bilan ochiq muloqot o'tkazildi. Tadbirda yosh mahkumalarning kelajakda jamiyatga munosib fuqaro bo'lib qaytishi, kasb-hunar egallashi hamda ijtimoiy hayotga moslashuvi masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Jarayonda ishtirok etgan mutasaddilar yosh mahkumalarning savollarini tinglab, har bir murojaat yuzasidan batafsil tushuntirish va tavsiyalar berdi. Yoshlar kunida ular bilan uchrashdik. O'sha Ichki ishlar vazirligi rahbariyat xodimlari ham ularni taklif va fikr mulohazalarini tingladilar. Orasida she'r yozadigan qizlarimiz bor ekan, qo'shiq kuylaydigan qizlarimiz bor ekan, IT kasblariga qiziqadigan qizlarimiz bor ekan. Bundan tashqari ular yangi takliflar berdilar. Masalan, Oliy Majlisga, umuman prezidentimizga kelajakda oliy ta'limni davom ettirib, o'sha oliy ta'limga masofaviy tarzda o'sha o'qitishni yo'lga qo'yishni taklifini berishdi. Muloqot jarayonida mahkumalarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularni kelajakda mustaqil hayotga tayyorlash hamda kasb-hunar egallashlari uchun yaratilgan imkoniyatlar haqida ham so'z yuritildi. Xususan, muassasada pazandachilik, tikuvchilik va sartaroshlik yo'nalishlarida o'quv kurslari tashkil etilgan bo'lib, ushbu mashg'ulotlar mahkumalarning kasbiy ko'nikmalarini oshirishga xizmat qilmoqda. Ta'kidlanganidek, bunday tadbirlar jazo muddatini o'tayotgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyatga moslashuvi va kelajakda munosib hayot yo'lini tanlashiga ko'maklashishda muhim ahamiyat kasb etadi.